Salam qarindoshlar. Bak qimmatli do'st va yaranlar. Yaxshimisizlar? Tangritog' ovozi programmamizga hoş geldinizlar. Ben Ferhat Qurban Tangritog'. Bugün 2021 yılı 5. ayının 1. günü. Günlerden şembe. Bugünkü temamiz Uyghur hanım kızları özlerinin qandaq kiyim kiyinişiga to'g'ri qaror qiladidek aql farosatga egidir. Ebelengi ma'lum yaqindan bir bas munozara davom qilyapti. U bo'lsa-mu 2000-yildan keyin Sharqiy Turkistonning ma'lum joylarida ko'rilishga boshlagan ba'zi Uyg'ur xonim qizlarimizning hijob yoki qora niqob bilan yuz ko'zni o'rash odati haqida bas munozara boshlanib ketdi. Aslida hozirgi paytda Xitoyga qarshi nimalar qilish kerakligiga boshqa turish bakrak zarur deb o'ylab, bu munozaraga aralashmay turgan edim. Lekin bas munozaraning xarakteri o'zgarishga boshlaganligini va bu masalaning Xitoyga qarshi kurashda hal qilish tegishli bir masala bo'lib qolganligini his qildim. Bas munozara bilan munosabatlik bayonotlarni, uningga raddiya berilgan va yoxud qo'llagan ba'zi nutqlarni anglab chiqdim. Ba'zi tashkilotlarning yozma bayonotlarini ko'rib chiqdim. Bütün bas munozaralar aslida Uyg'urlarning istiqboliga samimiy ko'ngil bo'lish nuqtasi asos qilingan bo'lsa-mu, afsuski ba'zilarimiz uchun bu bas munozara Xitoyga bo'lgan nafratni bir kenarga qarib qo'yib, bir-birimizga kin qusishga bahona bo'lib qolgandek turdi. Bo'libmi ba'zi kishilar bu bas munozaraning mohiyatini burmalab, Xitoy hijobga qarshi, shunga bu hijobga qarshi chiqish Xitoyga xizmat qilganlik degandek o'sak sapsatini o'lik mushukdek tashlab qo'yib, ba'zi oqko'ngil ziyolilarga bo'hton chaplashga tirishganligi ma'lum bo'lmoqda. Hatto ba'zi yozib bayonotlarning tusiga qarasam, ba'zilar o'zlarini diniy jihatdan tek imtiyoz sahibi deb qarab, boshqalarning bu ishga aralashishiga haqqi yo'q degan narsalarni bir şekilde ifoda qilibdi. Qarindoshlar, men diniy maktabda o'qimagan. Lekin aile terbiyemden sebep biraz asasim var idi. Keyincha 1984 yılı üniversite tüketkendiğin keyin Beijing'de Jungo İslam Cemiyeti deb bir o'rin bor. U yerga tayin bo'ldim ve o yerdeki Jungo Müslümanları namlı jurnalda tercüman ve tahrir bulup hizmet kıldım. Bu jarayonda atağlık alimimiz, hakiki ulema Muhammed Salih Damolla Hazretlerini tanıdım ve o kişinin tercüm kılgan Kur'an-ı Kerim'nin Uygurca nüshasını okup çıktım. Keyin 1993 yılı Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı İslam İlmi Hali diyen kitapını O'rta Asiyodagi Türk tillariga tarjima qildirib, O'rta Asiyoda taqtidigan bir proje barpo qilgan bo'lib, bu projeda kitobning Uyg'urcha tarjima qilish vazifasini menga topshirgan edi. Shuning bilan men bu kitobni Uyg'urchaga tarjima qildim. Kitobning turkcha ismi İslam İlmi Hali. Yozuvchisi Mehmet Söymen. Bu kitobni biz İslam haqida zarur bilimler, yani ilmihal deb tercüme kıldım. Ben bu kitabını tercüme kılan vaktimde Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır diyen kişi şu İstanbul Müftülüğü'nde vazifesi varken bu kitabını tercüme kılış jarayonida bana mesajlar kılgan bu kişi. Yani neticede bu kitabını biz mümkün kadar asli uygun şekilde Uygurcha tercüme kılıp çıktık. Kitap keyin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından neşr kılındı ve O'rta Asiyoda haksız bir şekilde taqitildi.
Yani bular neymiş anlatıp yani bu jarayonda mening biraz diniy ma'lumotlarimni cho'nqurlashtirish fursatim bo'ldi demoqchi men. Vaqtda shu fursatda yani bu kitobni tarjima qilib bo'lgandan keyin 1993-yili mening rahmatli ota-onam Türkiye'ye kelib Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yardımı bilen kutsal topraklarga berip Mekke Medine'ye verip hacı kılıp gelgen idi. Yani demekçi onun dini cihetten sizlerden bekerek işinin sırtı da emez biz demekçi ben. Kardeşler, İstanbul'da çok bir cami var. Süleymaniye Camisi. Yani bu cami İstanbul'un kindiki de. Bu camiye kirgen vaxtınızda öyle de bir uzun bir lozungu görürsünüz esalık. O lozunguda şundak yazgan. Din samimiyettir. Yani amentu billahi'nin negizlik manası budur aslında. Yani kainatı yaratkan bir igen var. O igen birdir, tektir. O hem narsani körüp durdu, bilip durdu degan ma'noda bu lozungidagi din samimiyettir degan bu cümlede bütün bu mezmunlar mücessemlengen deb qarayman men. Onun uchun har qanday bir ishni qildigan vaqtida yoki bo'lmasa herhangi bir gapni boshlaydigan vaqtdan burun yuqorida hammani ko'rib turgan ichimizdagi niyatimizni aynen bilip turayotgan bir yaratgan egenning bağlılığını unutib qolmaylik qarindoshlar. Onun uchun her zaman yaxshi niyatli bo'lish kerak, samimiy bo'lish kerak. Hamda demoqchimanki, dinimiz hech kimning shaxsiy mulki emas. Bizning hammamizning dinimizni to'g'ri o'rganish haqqimiz var ve dinimizni samimiy bir şekilde yashash mecburiyetimiz var. 4-5 tane ayetini yadlab koyup, öğrengen dini malumatlarını bir-birimizga zarb berish uchun ishlatmaylik qarindoshlar. Samimiy ziyolilarimizdan ve samimiy ulamalarımızdan qadr qimmatini bilaylik. Bir-birimizga qarshi adablik bo'laylik. Milliy sabda o'rtaq g'oyamizni ko'zda tutaylik demoqchiman. Endi bu bes munozir kelsak, bu bes munozirning maqsadi to'g'ri bo'lsa-mu, shakli tubdan xato. Mana shunday qarayman. Chunki munozirning obyekti, ya'ni muhatap xonimlar. Ama bu meseleni tartışayotganlar er kishilar. Bu ishni xonimlarga qo'yib bersak bo'lmas mıydı? Bu işte erkeklarning roli nima? Yoki bu işte erkeklarning menfaati nima? Bundan 2 yıl burun qarindoshlar İstanbul'da bola chaqiliq ayollar bilan toplam 20 yaqin Sharqiy Turkistonlik saqchilar tarafidan ma'lum sabablar bilan tutulup İstanbul'a yakın 40'lar ele degan bir naidiki qaytarib o'tish markaziga opirilgan edi. Xabarlarda ko'rgan bo'lishinglar mumkin, esinglarda bordir belki de. Bu voqeadan bir qancha o'tgandan keyin Zaytunburundan bir qarindoshimiz, yani esimda qilish jarayonida Ma'rif darnigidagi bir qarindoshimiz menga telefon qilib, bu xonim qizlarimizni qutqizish uchun avukat bilan birga berib, vakolat olmoq lozimkan, bu jarayonda bu merkezin içi kirişke kanuni salayetiniz babağını üçün bu işte yardım kılsanız dedi. Ben boldukka deb qabul qildim. Avukatla birlikte hatta bizden Hamid Köktürk akamızdan birlikte biz o nayiga bardık. Dastlab bargan kuni bazı resmiyetler ulgurmay qolib ketgandik. Qaytib kelib ertasi kuni takrordan bardık. Bu merkezden içi kirip o sınırlarımızda küçük balalarını görüp nihayet içime içti. Avukat ve noter yani bir kirgen noter kimlik resim bilen karşılaştırış için bu hanımların yüzünü görüşümüz gerek dedi. Çünkü embelerinin yüzü kara niqab bilen takalıktı yani tosalık idi. Ben evvelini düşündürüp ben sizlerin qarindishinglar
yardımım teksin deb keldim. Kimliklarini aniqlash uchun o'zinglarni aytishingiz kerak ekan. Siz ekanligingizni ko'rib bo'lgandan keyin yana urvasingiz bo'ladi deb tushuntirib kimliklarni aniqlab avqatga vakolatnoma imzoladim. Herhalde men ham buni tushuntirman deb o'zimni paypita qildim qarab herhalde bir zaman ish chaqirgan bo'lishi mumkin. Bir singlimiz past ovoz bilan bana kelib dediki, aka rahmat sizga. Bizga ko'ngil bo'lib kelibsizlar. Bizmi bu qora niqobni chiqarayotganimiz bor. Ammo erlarimiz ruxsat qilmaydi. Akşammo bizni bir Gundupay Suriyaga qaytib ketish, nima ishing bor bu yerda deb tiladi. Agar Uyg'ur ekanligimizni ko'rgan bo'lsa, undaq demasdi herhalde aka deb o'ylab qoldim, dedi. Bu gapni olib ko'zlarimdan yosh chiqib ketdi. Kimmo soqchi idorisida, mahkamalarda bu niqoblik Uyg'ur ayollarining kimligini aniqlash uchun bu avalga ko'p duch bo'ldim men. Duch keldim. Demek ki bu avaldan bir savol o'tirib chiqdi. Bazı ayollarımızın niqob kiyishi dini asas tayanganmi yoki bazı erkeklarning o'zining shaxsiy manfaati, o'zining ko'z g'arazlariga qarab chiqargan fatvosimi? Yani şu fatvoga bo'ysunib ketganmi? Yani bu savol o'tirib chiqdi bu yerda. Qarindoshlar, Uyg'urlar tarixdan beri hanım kızlara naiti yuqori o'rin berib kelgan jamiyatda. Biz hanım kızlarımızı, ayollarni hanım deymiz. Hatta ayol o'qituvchilarni hanım deymiz. Hanım diye hakanım, padişahım degan gap. Zaten Peygamberimizin cennet analarning oyoqlari ostidadir degan hadis sharifimi aslida Müslümanlar için ayollarning o'rnini ko'rsatib bermoqda. Hem de Uyghur hanım kızları tarixdan beri bütün ijtimoiy faoliyatlerde, işte, emgekte, hatta sokakta erlerinin yanında yer algan ve mürünü terep köreş kılgan. Ayollarning iradesi hür, akıl fikri erkin bo'lgan mezgillerde milletning sapası yuqori bo'lgan, Uyg'urlar taraqqiy qilgan, madaniyat yaratgan hem mustaqil yaşagan edi. Muşu sebepten 16. asırning oxiri kelgan vaqtida Seydiya xonligining poytaxti Yarkent dunyoning madaniyat san'at markaziga aylangan edi. Afsuski, uningdan keyin davom qilgan xo'jalar davrida milliy madaniyat san'at buzg'unchilik uchrash bilan birlikda ayollarning jamiyatdagi o'rnimi dafsanda qilinishga boshladi. Ayollarning irodasi mutassiblarning changaliga tushdi. Aqliy fikr erkinligini yo'qotdi. Ayollarimiz qulga qul qilinib, aqliy fikri butunlay chirmitilganligi uchun onalar bolalarni aql fikr bilan tarbiyalash qobiliyatini yo'qotib qo'ydi va qobiliyati ojizlab ketdi. Bu sebepten tarbiyalab chiqqan bolalarninki sapasi tuvan bo'lganligi uchun millatning sapasi tushib özünü qo'g'dash ong seviyesi yo'qolib ketdi. Ve bunun neticesinde ahirda biz vatanimiz Sharq Turkistonni Xitoyga tortqizib qo'ydik qarindoshlar. Yani bunu kichik taqlamaylik. Hanım kızlarınki iradəsinin hür, aqli fikrinin ochiq bo'lishi bek muhim. Çünkü farzandlarni ular yetishtirib chiqadi. Eğer ularning qo'zg'idi umash bo'lmasa, ularning ma'lumoti yetarli bo'lmasa, cho'ng qilgan bolaning sapasimi yeterlik bo'lmaydi. Biz bunu 250 yıldan beri ko'rib kelyapmiz. Ziyolilarimiz az, o'qigan bilgan odamlar nüfusining umumiylik soni qaraganda nisbat jihatdan tuvan. Buning uchun ayollarga bo'lgan bu masalani salchalashga bo'lmaydi. Bugün yani Xitoyga qarshi bir aqlliq bir kurash bosqichiga kelgan vaqtimizda yana bu masala o'tirib chiqdi. Bence bu qatın bu meseleni doğru bir şekilde hal kılışımız gerek. Benim bu vaqtda yazgan makalelerim köp bo'lganligi uchun, yani
tarixiy tafsilotlarga tekrar kirmay. Endi her kishilar ayollarni xohlagancha ishlatib, xohlagancha tashlab qo'ygan bo'lgan bir eşya deb qarashdan voz kechaylik qarindoshlar. Ularning irodasiga hurmat qilaylik. Aql fikrga changal selib olmaylik. Ular bizning onamiz, bir qo'saq qarindishimiz, hatto qizimiz ekanligini unutib qolmaylik. Mening taklifim shu. Hammalarga ma'lum, men bu xil programlarni ishlagan vaqtida ahvollarni o'tirib qo'yib bo'lgandan keyin cho'qim bir chora o'tirib qo'yman. Yani mening normalda program ishimning maqsadi faqatla ba'zi gaplarni qilish emas. O masalani hal qilish uchun bir chorani o'tirib qo'yish. Bugün bir chorani o'tirib qo'yman. Bu masalani xonim qizlar o'zlari muzokara qilib, to'g'ri qarorni bersin. Bugün Türkiye'de İlahiyat fakültelerinde okuyatkan, hatta doktora okuyatkan kızlarımız var. Bularning ichida tadqiqot temiz tanlash uchun bana mesaj sağlayan sınırlarımız mı var? Ben deyman ki, İstanbul'daki Nozgum Uygur Hanımlar Hemkarlık Teşkilatı bilen Uygur Akademisi'deki akademisyen hanımlar birlikte ilmi muhakeme yığını tertip kılsın. Bu ilmi muhakeme yığını da İlahiyat Fakültesinde okuyatkan Uygur hanım kızları bütünley dini noktalardan bu meseleni bir mülahaza kılıp çıksın. Aynı keyin günümüzde bizning Uygur ayollarınınki xalqarалық sorunda Uygur milletini haqiqiy şekilde temsil qilish uchun ata-bobolarımızningki milliy qiyofatlarini, do'ppilarini kiyib o'tirib chiqsa, diniy jihatdan bu joizmi, emasmi? Yani millet yo'qolib ketayotgan vaqtida oldidan bu xalqimizni qutqizish uchun samimiy şekilde milliy qiyofatga o'tirsa qanday bo'ldi degan masalalarni muhokama qilsin, talash tortish qilsin. Oxirida ko'pchilikning ko'z qarashi nim bo'lsa, shu şekilde bir qaror o'tirib chiqarsin ve undan keyin biz mo talash tortishga bir xotimi berib, bu ishni tugatib, yo'limizni qaraylik qarindoshlar. İşimiz bekjiq. Xudoyim Uyg'urlarga bir fursat berayotgandek turdi, yani bir shamol bor. Ama o shamoldan istifoda qiladiganga bizda qobiliyat bo'lishi kerak. Buning uchun biz bütün aqliy o'shimizni markazlashtirib, o'rtaq noktada birlashib, Xitoyga qarshi tek vücut bo'lishimiz kerak. Yani bütün nişanımız, maqsadimiz Xitoyning qo'ldan qutqizish, qanday qurtulamiz degan masalani boshqartirish va amaliy harakatlarni qilishga odaklanmamız lazım. Yani o meselenin üstünde turuşumuz gerek. Onun için ben deyman ki bu işini hanım kızlarımız çok ma'qulaydi. Yani şunun ait işinimen ki tarix boyunca Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajimdek alimlarni yetishtirgan, Yetti Qizlarim, Nozgum qatorli qahramonlar qizlarni yetishtirgan Uygur ayolları ata-bobolarning an'anasiga qanday rioya qilishining yo'llarini bildi ve an'anaviy odatlarga muvofiq şekilde qanday kiyim-kechaklar bilan Uyg'urlarni qanday şekilde yaxshi temsil qilish kerakligini qaror qiladigan bir aql farosatga ega bo'lganligiga men ishonaman. Qarindoshlar, ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar.